bo'libdi. Shu bilan mana Xudo xolisa. Xudojonim mana o'ylab ko'rsin. Dada, mana biz devor qo'yganlar qo'ymadingiz butur. Devor bitardi. Nima qildingiz? Mana devor mana bo'ladi, devor uponga yiqiladi devor. Xudoga shukr, hovlisi zo'r bo'ldi. Mana hovli zo'r bo'ldi. Hovli yaxshi bo'ldi. O'zini qilgandan aytgandan ham oshib ketdi. Abdug'afur bor, navola devor qilmang, pastdangi uyingiz ko'rinmaydi deyapti. To'g'ri shuni deyapti. Devor qilmang deyapti. Hovlingiz ko'rinmaydi deyapti. Hovlining damini oladi deyapti. Nasib qilsin uylari zo'r bo'ldi. Mana uy yaxshi. Mana hozir belgilandi. Nishon bu hovlini ham butonli nimada yo'q edi. Daragavorda yo'q edi. Besini shuvash daragavorda yo'q edi. Mana Xudoga shu hovlini ham darom bo'ldi. Mana eshiklar boshqa bo'ldi hammasi. Garaj bo'ldi. Mana xonadoningiz aka. Mana hozir Namanjon bilan chiqdik. Usta akamlar ishlayaptilar. Mana sekin xonadoningizni tomosha qiling. Xudo xolasa mana akamat ollariga olib boraman. Akam aytgan ekanlarki, xizmat qilganmanmi, shunaqa degan ekanlar. Qaysi birlaringiz bilan? Mana olib ko'rsataman-da, mana shular. Mana Xudo xolasa qovuryaptilar mana bu tog'oraga ovqat. Mana akamlar. Qormang endi. Charchamasdan. Salomon bering. Mana aka men aytmasam ham bo'laveradi, o'zingiz tushunib olasiz. Muhammadga ummat bo'lgan ey, voy bola. Hozir yaxshi. Nasib qilsin, bir kelin, ikki kelin, 3 kelin, 5 kelinlik joy bo'ldi. 5 ta kelin joy. Hozir 3 ta kelin bo'lsa, yana 5 kelinlik joy bo'ldi. Yomon bo'lmadi. Hozir hovuz yaxshi bo'ldi, bo'lmadi. Shuni ham mana Mirzojon kamchilik topmasin. Kichkina uyim yo'q, kichkina uyim yo'q deydi, hozir kichkina uylar ko'p. Hamdan ham kamchilik topmasin, Ilhomjon kamchilik topmasin. Bizlar bir ikkilik mehmon. Dadam shunday gaplar aytardilar, men eshitgan dadam. Mana ko'pchilar dadamda ham bir har doim borsak, oldinga o'tirardik, o'ldirib. Mana hech gaplar. Mana nima degan biz urug'imizdan ko'p yosh ketgan. Sen ichiq, choy ichiq. 65 yoshga ketgan. Men o'zim 75. Mana oyang ham, oyasi 40 ga ketgan. Men hozir oyang ham
72'ye kirdi. Tamam emas, bu yosh katta yosh. Ulug' yosh bilan. Unuttuk. Nomonjonga rahmat. Boshlarni bizni hadya qilib, bosh chalgan bir minni yuringlar. Bo'ldi. Ana shu barakat olsun. Doim omil qilamiz, bu ham bola chaqalik bo'lsin. Bitta devoxonni egasi shundan bu ko'p bola ko'rsin. Bittasini olib o'zi o'tirsin yoniga. Hovlisiga. Shu bana endi undayga bolalarim. Mana hamdamda 4 ta o'g'il bor. Hali qiyinchilik. Muhtojona 3 ta o'g'il bor. Ham Nomonjonda 2 ta o'g'il bor. Bu o'g'illar erta uyda deydi. Erta mana har bittasiga 2 ta mashina pul keladi. Har bittasiga deganiga 2 ta mashina pul keladi. Unisiga 2 ta mashina pul keladi. Uy-joy kerak. Shuning uchun uni latta qilish kerak, maylichilik qilish kerak. Uyi boshqa xizmatda keliniga. Bizda bir imejimiz borki, yig'sini va Nomonga bir amal qilib bitta bir uyga 80 milliondanmi, 70 milliondanmi bitta uy olib qo'ysin. Endi bu ham aytadi, mashinani daromadlar uydan ham bittasi. Ko'p bo'lmasin deb qo'rqmagin. Yo'q. Hay mashinani endi bizga hadya qilib Yaxshi niyat, aytadicha. Olasan. Albatta, Xudo xolasa. Ilhomjonim boyagi nimasi ochsa senga yordam beradi. Ko'pchilikga yordamlash kerak. Albatta. Faqat bir-biriga yordamlash kerak. Sen kuching bir ish yetmasa, Ilhomjon mana ko'z yummaydi. Yordam beradi. Munirajon yordam beradi. Berishi kerak. Ko'kka 5 tamsizlar, Nasibaxon 6 tamsizlar. Hammadan bir-biriga yordam berishlari kerak. Aytadigan shunday, yiqilganda suyanmoqqa o'g'il kerak. Qiz ham bo'lsa ko'ngil xushlik qiz kerak. Qiz ham bo'lsa mayda ekan, ko'ngil xushlik ekan qiz. Endi yiqilganda suyanmoqqa o'g'il kerak deb baqirlashlar aytardi. Qani qoldi. Endi o'g'ilda, qiz kishining bolasi. Mana Nasibaxon agar qaynoqsi javob bersa keladi. Javob bermasa kelmaydi. O'g'il bola o'zim o'zinglar. Onaga yordam qiladimi? Ko'kaga yordam qiladimi? O'zim o'ziga. Andagi xotinlar gapirish kerak emas. Xotini bo'lsa xotin har hunarga solar bolalar. Xotinga endi ko'p xotinga javob kerak emas. Xotinni yomon babaflat. Rahmat bolam. Mana Mirzojon, rahmat kam bo'lma. Mana shunchalik kelib bizlarni farzandingni oxlab o'tiribsan. Rahmat bolam. Nima deganda mana shu sizlar bo'lmasang, Nomonjon bo'lmasa, sen bo'lmasang, Hamdam bo'lmasa, Ilhomjon bo'lmasa, misol biz axir qanday yashaymiz? Shu bolalarim bor ekan, mana vaqtida mana ishda ayamagan ekanman. Mana bolalarim Xudo xolsa ayamaydi. Buralar nimani olib yugurib, boyagini urib, majali chop tashardim. Yoshi vaqti bo'lgan faqat boshlariga nima bunday to'nda nima olgatar ekanlar. Qara axir desa, halagini olib yugurib, odamni quvib olar ekanlar. Sizga berganda qaslarni. Yo'q, nima Ana hozir ketyapsiz, hozir gapiraverasiz. Hozir ovoz yozilgan. Agar xohlasangiz o'chirishda, o'sha qizilni yana bir bitta bosasiz o'chadi. Hozir gapiryapti. Nima gapirishim kerak? Xohlasangiz gapiravering. Asti baland qiling. Ovozingiz balandroq qiling. Gapiradimi ham? Endi ketyapti-da. Keyin yana ko'rishimiz mumkin. Sen taqa. Mana shu yerdan ovoz kelaman. Mana qorqida-da. Yongan. Mana dada. Mana bu yerda qizil yonib tursa, ketyapti. Agar o'chiringchi hozir. Qizilni bir bosing. Qizilni. Yo'q, mana bu to'g'rilab bosing-da. Mana men gapiraman endi.
Endi mana muhtojlarga assalomu alaykum bolalarim. Mana bugun kamerga o'tirib gapiryapman. Hozir mana bugun bozor kuni Mo'minaxon kelgan, sigirlar kelgan. Boqib, mana buvasi lozimga olib keldi. Lozimni ko'rib, o'tkazib, yana keldi hozir. Endi hozir gapim keyin aytiladimi? Endi bolalarim hozir mana biz oilamizni hammamiz tinch, yaxshi biz. Elimiz tinch, yurtimiz tinchlik. Hech kamchiligi yo'q. Mana o'zlarining kamchilik topmasalar bo'ldi. Xudosi doim yaxshilik bo'lsin. Doim bir-birlaring sog' salomat bo'linglar. Zamonalarimiz tinch bo'lsin. Mana shunday hammasi savobatchilik bo'lsin. Mana muhtojlarga harakat qilgan ustalar uylar ishlab mana hozir uylarda ag'rishib, bag'rishib, buqalar olamdi. Voy, Mo'minaxon mana oldimizda, ayiq polvon o'rtamizda olib o'tiribdi. Ayiq polvon bu. Buni menga tag'am olib kelyaptilar, tag'am. Yaxshi ko'ringlar. Mana. Ya, onu qo'y, o'zing ko'ring, o'zingdan. Endi bu ayiq polvon Mo'minaxonni gaplashib turibdi hozir. Hozir chirib qulog'ini chirlab olib chimoliga qo'shab solib keldi sigiriga. Sigiri o'lik tagida yotdi. Endi bolalar hozirgi zamon yomon emas, hozirgi zamon yaxshi, hammaga sevobgarchilik. Ilgari zamonlarda mana qiyinchiliklar ko'p edi. Ko'plab qiyinchilikdan yoshi 60ga bormay, 50ga bormay ketgan, umri qisqa bo'lgan. Hozirga shu 80, 85, 90ga kirib ketyapti. Zamonamiz yomon emas, Xudoga shukr qilamiz. Mana elimiz tinch, yurtimiz tinch, doim obodgarchilik. Bolalarim. Mana hozirni oyga aytib turmaga, axir mana bog'im bor edilar, oyam bor edi, amaklarim bor edi. Mana o'shalarim bor edi, bari ketdi. Biz hozir o'zimiz qoldik mana. Endi shuni singari mana biz ham qarayapmiz bolam 75, oyam 72, endi qaridik endi. Endi Xudo umr bersa, necha umr beradi, necha vaqt yo'q. Shunga endi Xudoga qarshi qo'yishimiz kerak. Sizlarni mana davlatlaringga, sizlarni nimalarga biz mana Xudoga qarshi qilib yuribmiz. Mana oyang ham asroda, mana ham asroda. Shunga Xudoga qarshi qilib bo'ladi. Endi shuni aytmoqchiman. Ilgari qiyinchiliklardan biz ko'rgan ekanmiz. Hozir qiyinchilik emas bolalarim. Hozir qiyinchilik rohat yo'q. Ishlab pulini olasan, ishlab damingni olasan. Ilgari bundaqa bo'lmagan. Ishlab odamlar ezilib ketgan. Kolxozga ishlab ishlasak bo'lsin pul kelmas edi. Bir qazon asara qilib, har bir asarada mashagan yo'q. Kechgacha ishlardik kolxozga, paxta chapardik. Paxtadan keyin yana paxta chiqardik. Shunda ko'p qiyinchiliklar sotganmiz bor. Hozir noshukurchilik qilmanglar. Hozir yaxshi zamonlar. Xudoga qarshi qilish kerak. Yaxshimiz hozir, oilamiz tinch. Endi zamonlarimiz tinch bo'lsa,
Bolalarim noshkishlik asqonaylar. Ben Mustafa umri uzoq bo'lsin, Hamdamjon umri uzoq bo'lsin, İlhamjon umri uzoq bo'lsin, Nomanjon, Mirzojonga ko'p rahmatlar olib kelib, bizga videolarga olib, kameralarga olib, mana hammamiz aylantirib olib o'tibdi, mana aylanib qolsa, biz qarasak, dunyoda o'zimizdan ko'rib, muammolar Bulan vardı deb ko'rib o'saraslarda edi, ko'rib o'saraslar. Mana endi albatta men dadamdan 4 yashab qolganman, onamdan 15 yashab qolganman. Dadam mana ishlab ketdilar. Asamdagi biz ko'p qiyinchiliklar tortdik, ko'p mehnatlar qildik. Mana 15 kirganda oyamni yo'qotdim, ukamni yo'qotdim. 15dan keyin 26ga kirib ukamni topdim. Ukamni 10 yildan topdim. 10 yildan topdim. Uni uyladim. Uy soldim, uni kaltaga o'g'ildi. Yana ko'mdim. Uylarni keyin mana sotib oldim. Keyin yurib ketdi. Mashinada qilib, hozir mana bu qiyinchiliklar deymiz. Yaxshimiz, o'zgar vaqtda qiyinchiliklar bor. Rohat yo'qdi. Hech kim mehnatdan boshqa gap yo'q. Hozir bu qiyinchiliklar asl o'ylamalar, yomon qiyinchilik demaydi. Yaxshi qo'yishdi. Bolalarga yaxshi, kattalarga yaxshi, kichiklarga yaxshi. Zamanlarımız ilgilerde yaxşı qaydan. Onun buna ameliyatlar. Sevap gap pullar. Pul bo'lsa, hammalisi sevap. Pul bo'lar. Mana bunlar hozirdi. Sigir bağlı. Kukurasini o'ynaydi. Qara kukurachasi ham. Da yaxshi quloqlari mana chirg'aydi mana. Quloqlari tikraygan. Bunu arkasında oturttu, konumuzu mu yazıyorduk? Niye bana yok bu kadar? Yok. Aslında. Bir halimi karışık, yaxşı, benim bolalarımda. Bunu hanım benim büyüyorum. Nesibe ana kızım. Mırzacan, Hamdamjon, Muhtarjon, İlhamjon, Nomanjon, bunlar benim farzandlarım. Bunlara bir karışık bana. Yaşım 75'e vardı. Onlara birkaç gün kılamam, benim 40'ta yaş. Benim bolalarım hürmet kılardı, güzel kılardı. Endi bana onlara birkaç gün. Hayır Allah'ım ağırdı, hamdayam ağırdı, yası var deyip. Bolaları şükür kılayım bana. Şükür canlarını kılayım. Yatsız alır. Şimdi şundan hamdayam insanlarını daima Çin bölüler, aman boylar, kamçılık satmaylar. Ne ki bloga Günahı yamanlık kılıyorlar. Hamdollar. Günahı bloga yamanlık kılıyorlar. Daima yakıyor kılıyorlar. Tuttuğunlar, kişilik kılıyorlar. Dünyada ne var diye ben indi. Ben indi. Tabii mihnet çok kıyamam. Mihnet çok kıyamam. Kalkazıya 8 yaşımdan 22 yaşımdaysa kalkazı işlerdim. 22 yaşımdaysa. Kalkazı şöyle canımız çizdi ki keçelere işlerdik. Gündüz işlerdik, böyle cevap vermezsin. İşleysen dedi. İşlemeden uğrardı. Başına kalmışlar yandı. Ondan Avnega böyle bir vardı. Avnega oldum arda böyle gittim. Avnega olsam yazdan Ravaş'a basalım buldum. 3 yıl fakat yelke oladı. Minnet kaldı. Bana bir yerden havazı bana. Kısa bir kez ki bana hasıl aldım. 26 yaşımda aldım. Muhtarcan buldu, Hamdamjon buldu, Nomanjon buldu, Mirzajon buldu, İlhamjon, ahiriga Nasibaxon buldu. Ben halimle karşı köpürüp
Şu bolalarni bolaga shukur qilaman. Meni hozir biz yashaymiz. Bolalar boqyapti, bolalar men cho'la bo'lib qoldim. Ayolni olmayman, meni bolalar boqib, bizni kamchilik qoldirmasdan o'tiribdi. Men o'rnagan bo'lsa, kelganimizni ko'rmoqqa hozir kunim nima yesizlar, nima qo'ysizlar, go'shtlarni olib kelgan, malakolarni olib kelgan, hammasini olib qo'yibdi. Dada, oyijon, yeylar. Men mana shukur qilib shuni olib kelganni yeyib yotibmiz. Mana nasib ta'zir qilib yana bir 10 kun turadi, bir 10 kundan keyin hozir jo'natamiz. Mana onlaynga bo'ladi ekan. Shuncha ko'koylar, almonilar, bir yomonlik qilinadi bir-birlariga. Ana keyin qo'shniga qo'shnilar yomonlik qilmasin, bu dunyoda yomon. Hech bir kishiga yomonlikni xohlamayman bolalar. Doim yaxshilikni xohlayman. Tinchlikni xohlayman. Xudodan so'ranglar, ey Xudoning karim. Bizlarga doim xayr barakat qil. Mehribonlik ato qil, shirinlik ato qil deb Xudoning o'zidan so'rab turishgan. Xudodan so'rasang kam bo'lmaysan. Doimo xayr barakat beradi. Doim singlimni so'raydi. Mana akokalar al bo'lib o'tiradi. Mana ulardan doimo shunday. Yaxshilik shunday. Şuna o'ylaymanki, o'g'llarim bir-birlariga yomonlik qilinglar, doim yaxshilik qilinglar. Mana bitta singillaring bor Nasibaxon, Mo'minaxon jiyanlaring, bizlarga doim xabar turinglar, qarab turinglar. Aka-ukalar doim ahvoli qanday, holi qanday holda so'rab turinglar. Kam bo'lmaysizlar bolalar. Endi bo'lmasang, kelmasang nima bo'lasan? Begona bo'lasan. Bir-biriga mehribonsiz bo'lasan. Mehribon bo'lmaysizlar. Mehribon ikki ko'zini qo'sh havoda arasaydi. Mehribonlik qilsang bir-biringga yaxshilik. Shuning uchun men o'ylaymanki, doim yaxshilik qiladi. Hech bir yomonlik qilmaydi. Doim yaxshilik qiladi. Qo'lib bolalar. Endi yana mana qo'yasizlar, qo'ni-qo'shnilar. Ham qishloqlar doimo tinglashlikni xohlaymiz. Xudoning kim bilan yaxshilik yesin. Deb o'tiramiz. Mana dunyodan doimo Xudoning kamidan yaxshilik so'raymiz. Mo'min ya, kelding, ko'zim yo'q, o'zingdan. Bolalarni qildingmi? Ya, qara, doktor, hozir keldingmi? Ya, bolalarga olib keldingmi? O'zingga yaxshi sotdingmi? Hech bilmam. 65'miş. Ya, güzel oldu. Bana Hocadan kıyılardı, Rabbidan kıyılardı. Yaşıyoruz. Tabii asıl bilinmedi. Tamam ya, ovalamadı. Kurulmadı da o zaman. Koymaydı, kurulmadı ha. Ana kurulmadı. Bana fazladan bozaya var ki de ayasına koy, kastına koy bilinmedi ki. Bana onu koy ha. Onu kurulmadı. O koku iyi oluyor. Lekman tutsun. Orada cildi, orada lekman. Orada famda kanıyor ya. Ne oluyor? Güzel. Amca 50 lira. Hı? 50 60 lira. Ben o bir yok arabayı. Aman koyayım. Aman ha, euro
Babayla geldi koşunca babayla. Senin ne oldu? Yine parlıyor. Ama öyle. Vallahi kalıp Olmaz. koy şunu bana. Bana fazla hamle